Bolalar, bitta gapni aytayinmi? Ilgari biz yoshligimizda qo'ni-qo'shnilarimiz ichib, chagib erkaklarda mazza qilib, kayf safo qilib yuraydi. Xotinlari chizig'idan chiqmasdi. Ovozini eshitsa qo'rqaydi xotinlar. Hozirgi qo'shnichalar, yangi qo'shnichalar hech qaysi ichmaydi, chakmaydi, boshqa qilmaydi. Xotinining ovozini eshitsa qo'rqadi. Yo tavba qildim. Xotinlari 2 ta, 3 ta, 4 ta bolalar bilan itarishib yurishadi. Yo buni uradi. Bu qori mullalarning gapiga quloq solvormanglar. Ichishni, chagishni tayla desa yo'q qilib bermanglar. Bu o'zlariga bo'lsin. Men ichib, chagib o'lib ketinglar demoqchi emasman. Erkak kishidan qachon erkak bo'ladi? Qachon chisnak hidi kiysa, piyozda hidi kiysa erkakdan, kiyimlarni yechganda terda hidi sasib tursa erkak bo'ladi-da, bilyapmi u? Parfyumlarda hidi kiyib tursa erkak bo'ladimi u? Qaysi xotin shunaqa bir parfyumlarda hidi kiyib turgan eriga sobiq bo'ladi? Yo'q, unaqa erkak bo'lmaslik kerak. Unaqa ayollar ham yo'q. Bunasi uchun ichib chagib xotinni oyiga 2 oyda hech bo'lmasa 1 yilda bir marta burkirtirib urish kerak. Shu qo'shni ko'chadan, qo'shni mahalladan ovozingni eshitgan payti dahlizda to'rida takchani orqasida sandiqni orqa tomoniga o'tib dashini olsin. Qo'shnimda go'dagi eringiz kelyapti desa, xotining og'ilga borib somonni ichiga kirib ketsin dashini. Bu har xil mollalarning gapini eshitib, ichishni, chagishni taylab berdilaring, xotinlaring jalab bo'lib ketdi. Qo'zyollar bilaydi.